Xo'sh, pullarni mana shu yerga qo'yib qo'ysa, varib chiqishga ko'rmasa kerak, bu qishloq uchun kerak bo'ladigan pullar albatta. Yaxshi joylashtirdim, endi yotib uxlayman. To'xta, oy. Nima gap? Davay pullarni chiqar. Qanaqa pullar? Qishloqdagi pullar albatta. Pullar yo'q. Hali shunaqami? Ha, shunaqa. Unda ma. Men qayoqdaman, xo'sh, men qayoqdaman? Qamoqdasan, qayerda ham bo'larding. Qishloqning pullarini ber dedim senga. Yo'q, meni qo'yib yubor, bermayman senga hech qachon. Unda hech qachon qo'yib yubormayman. Agar qishloqlardan biri yoki Jo'xa pullarni olib kelmasa, shu yerda abadul-abad o'lib ketsan, tushundingmi? Yo'q, bekor unaqa qilyapsan. Men nima qilaman endi? Bu yerda chirib ketaman-ku. Xo'sh, yaxshi. Biroz yog'lash kerak menimcha, chunki eshik g'ijirtab ochilib yopilyapti, asabni buzib. Normal, bunisi-chi. Bunisida ham ovoz bor. Nima shunaqa, buni ham to'g'rilash kerak. Tak, bilmadim. Qanday, balki mana bu yerdagi nima edi, chaspakmi, nima edi? O'shanaqasi buzilgandir, bilmadim, короче. Bundan ko'ra voy, ertalabdan nimaga svet yoqib qo'yib, mana elektr energiyasini tejashim kerak axir. Tak, Telegramda nima gaplar ekan? YouTube kanalimga kiraychi. Yaxshi, bitta kanalimda 1000 ta obunachi bo'libdi. Juda ham ajoyib. Video boshlanibdi-ku. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa. Do'stlar, kanalimga tez obuna bo'linglar. Obuna bo'lish knopkasi turibdi. Tirs bosasizlar, tagida 3 ta kanal chiqadi. Har biriga tirs obuna bo'lib tashlaysizlar. Bu juda ham oson. Sizlar qo'lingizdan keladi. Men sizlarga ishonaman. Dahshat motivatsiya berdim. Endi sizlar prosta obuna bo'lib like bossanglar bo'ldi. Davayki videoni oxirigacha ko'ringlar. Qishloqda bugun nima yangiliklar, nima holatlar bo'lishini birgalikda kuzatamiz. Qishloq hozircha tinch, hech nima bo'lmayapti. Men eshiklarimni ko'rib o'tiribman. Qanaqadir g'ijirdab ovoz chiqaryapti, menga yoqmayapti, miyaga tepayapti. Bilmadim buni qanday sozlash kerak. Moylasam ham, yog'lasam ham soz bo'layotganga o'xshamaydi. Yangi eshik olaymi? Eshik ham qimmatda. Mayli qimmat bo'lsa ham yangi eshik olaman. Mana bu eshik ham shunaqa, yomg'ir yoqqandan keyin hamma eshik shunaqa bo'lib qoladi-yu, lekin bizda yomg'ir yoqqani yo'q. Yomg'ir yoqmasdan qanday bunaqa bo'lib qolishi mumkin? Bilmadim, endi qachondir yomg'ir yog'ib qolishi mumkin. Balki keyinroq yog'ar, balki yog'ishi kerak, yoqmasligi mumkin emas. Yoqmay qoladigan bo'lsa, bizning hosillarimiz birdaniga qurib yo'q bo'lib ketishi mumkin. Shundoq ham mana bu suvdan foydalanyapmiz. Agar bu suv ham bo'lmasa, aniq qurib ketishi 100% bo'lib aniq bo'lib turibdi. Hozir esa merni bir amallab yoniga borib mana bu hosillarni berib kelishim kerak, chunki bugun 4-hosilni olyapman. Har 4 ta hosilda bilasizlar, 4-sini merga topshirishim kerak. Shunaqa vazifa har bir qishloqiga va menga ham yuklangan. Vazifamni bajarishim kerak. Hozir xo'p, ana endi mana bu yerdagi kartoshkalarni ekamiz. Tezroq ekish kerak, chunki tezroq merni yoniga borsam keyin yana bitta boshqa ishim bor. U ishimni sizlarga hozir aytmayman, chunki sizlar bilsanglar u ishni keyin hech nimasi qiziq bo'lmay qoladi. Men sir tutyapman bu ishni sizlardan. Video oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar o'zinglar, lekin uni o'shangacha aytmayman, короче. Menimcha normalniy bo'ldi. Chotki bo'ldi, короче. Bu hosilni bilmayman qachon olaman. Hosilni to'xtaylar, uyga olib kirmoqchi bo'layapman. Mayli. Ketmonimni qo'yib chiqay, keyin olib borib merga berib kelaman. O'zi-ku ekiladigan joyini ham o'zimga olib qolishim kerak emas, chunki hozir men merga ekyapman-ku. U ekkanlarimni ham merga etib berishim kerak edi-yu. Lekin iloji yo'q, chunki keyin ekishga qolmaydi o'zimga. O'shaning uchun merga bermasdan turib olayapman. Hozir mer qani? Mer mana shu yerda turardi doim, qayergadir balki uxlayotgandir. Eshigi ochiq qolibdi, hamayli. Yo'q-ku. Stol tagida yo'q, kravat tagida yo'q, kitoblarning ustida yo'q. Qayoqqa ketdi? Bu yerda kechasi kunduz kun svetini yoqib qo'yibdi. Eshikda ham olasi bor. Bor. Вообще elektr energiyasiga e'tibor qaratmaydi. Kompyuter yonib qolgan, o'chirib qo'yish yo o'chirmasdan to'xtaylar bir. Nima bunaqa tor joy. Minecraftga kirib sinab ko'raylik, qanday FPS o'chirgan. Tak ochamiz. Necha FPS? Wow, 500 FPS. Men notebookim 300-400 FPS atrofida o'chadi. Bu 500 o'chirgan. Prosessor yo'q-ku. Bu monoblok bo'lsa ham shunday ochar ekan, juda ham normal. Kitoblar, telefonni qaranglar. Oxirgi marta menga kim telefon qilibdi? Neizvestniy abonent. Maxfiy raqamdan kimdir telefon qilgan ekan, bilmadim. Balki kimdir o'ynashgan bo'lishi mumkin, lekin men qayerga ketdi ekan bilmadim. Hozir JTLlardan so'rab ko'rish kerak. Tak, assalomu alaykum janob JTL. Va alaykum assalom, Jo'xa, qandaysan? Yaxshi, o'zingiz ham yaxshimisiz? Ha, juda ham yaxshi. Nima gap? Короче, merni yoniga ish bo'yicha kelgandim, lekin uyda ko'rmayapti, nimagadir qayerga ketgan bilmaysizmi? Mer 2 kundan beri yo'q uyida. Qayerga ketganini bilmaysizmi?
Yo'q, bilmayman. Qayergadir yo'q bo'lib qo'ygan, bilmayman aniq qayergaligini. Ha, tushunali. Oxirgi marta qayerda ko'rgandingiz? Uyida ko'rgandim, keyin adashmasam tosh kerak deyotgandi, shaxtaga ketgan bo'lishi ham mumkin. Bilmadim, короче. Ha, tushunali. Mayli. Hosilni olib kelgandim. Mayli, hozir o'zimni joyimga qoldirib ketaman ikkinchi nima edi? Ikkinchi qatorga, короче. Lekin mer odatda bunaqa vaqtda uyida bo'lardi va bizni короче hosillarimizni yig'ishtirib olish bo'yicha va shunga o'xshash narsalarni qilardi. Oxirgi marta tosh so'ragan, shaxtaga ketgan bo'lishi mumkin dedi. Давайте men ham shaxtaga borib ko'raman. Shaxtada nima ish qilayotgan bo'lishi mumkin? Balki rostdan ham tosh olib kelishga borgan bo'lishi mumkin. Tak, qayerda shaxta bor edi? Tak, mana bu yerda tashmasam shaxta bor edi. O'sha shaxtaga bo'lsa kerak, katta ehtimol bilan. Yoki boshqa shaxtada bo'lishi ham mumkin. Menimcha, lekin ozgina qo'l tushib ketishimga. Tak, bu shaxtada menimcha ko'rinmayapti mer. Balki ichga kirib ketgan bo'lishi ham mumkin. Lekin hech qanaqasiga bu yerda yo'q. Lekin stop. Bu yerda qanaqa yorug'lik? Bu yerda temirmi? Yo, what the? G'alati. To'xtanglar. Stop. Sandiq. What the? Bu yerda nima bor? Ha? Voy, assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom, Jo'xa, meni qutqar. Sizni qanday qutqarishim mumkin? Bilmadim, bu yerda sig'mayapman, meni qutqar iltimos. Qanday qutqaray sizni? Короче, uyimga borasan, yotoqxonamda shkafda, tepa qavatdagi shkafda pul turibdi. Oltin, izvrod, olmos. O'shalarni tez olib kel. Keyin mana sandiqqa solib qo'y. Mayli. Shuni olib kelsam keyin qutqarilarmi mer? Bilmadim. Va miyam ishlamay qoldi. Bu yer qayerdan kelib qoldi? To'xtanglar. Janob mer, bu yerga qayerdan kelib qoldingiz? Meni olib kelib qamab qo'yishdi, tezlash borib pullarni olib kel, keyin qo'yib yuborishar ekan. Ha, tushunali. Mayli, hozir 2 sekundmi, 3 sekundmi, 8 sekundmi hozir yugurib borib olib kelaman. Lekin hayronman, nima merda bunaqa qamab qo'yishdi? Va hech qanaqa ayb ish qilmagan bo'lsa, bilmadim, короче. Hozir uydan olib kelamiz o'sha nima edi? Izimrud, olmos, oltinlarni. Oho, shuncha narsani berib qo'yamiz. Qani edi? Mana shkafda dedi. Shunchani beramizmi? Voy, onalarni ko'rsin. Mayli, necha endi nima ham bo'lardi. Merni qutqarish kerak iloji yo'q. Bu yerda kitoblar tushirib ham qo'yadi va bir urib tushirib yuborsam hozir yetilib ketsa, dabdala bo'lib qoladi hammasiga ham. Mayli. Merni tezroq qutqarish kerak. Stop. Hozir men garang bo'lib qo'yganmanmi yo tentak bo'lib qo'yganmanmi? Yo, bunaqa. Va jinnimanmi? Yo, aniq nimadir bo'lgan menga. Hozir tushuntiraman sizlarga. Lekin men hozir o'zimga tushuntirib olay. Men rostdan ham jinni bo'lib qo'yganmanmi? Короче, hozir sizlarga tushuntirib beraman. To'xtanglar. Xullas, hozir bordim bilasizlarmi men yoniga? Bordim-da, qaytib ketdim. U qamoqxonada turibdi, bilasizlarmi? U qamoqxona qanday qamoqxona? Voy, men to'xtanglar, hozir borib ko'rsatmasam sizlarga bo'lmaydi bu narsani. Va shunchalik ham jinni bo'lamanmi? Voy, shunchalik ham. Janob mer, nima qilyapsiz? Jo'xa, keldingmi? Meni qutqar, iltimos, tezroq qutqar. Короче, pullarni olib kelmadim. Nimaga? Mana uni ko'ryapman, voy jinniman borki, siz ham jinnisiz, qo'lingiz yetar, ochsangiz bo'ladi-ku. Voy, jinniman ekan rostdan ham. Davay, ketamiz endi. Davay ketamiz. To'xtalaring. Siz kimsiz? Pullarni tez sandiqqa sol. Xo'p. Tak, mana. Bo'ldi, surlaring bu yerda. Bo'lmasa o'ldirib yuboraman. Bo'pti, uzr kechirasiz. Tak, yuring tez. Yo'qol tez. Uzr kechirasiz. Kim edi bu? Janob mer, bu kim? Bilmayman, meni qamab qo'ygandi. Rahmat senga meni qutqarganing uchun. Rahmat. Arzimaydi. Lekin pullarchi? O'zim tirikman-ku, bo'pti. Voy, obbo, shuncha pulni berib yubordi, onasini emsin. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi endi. Lekin mayli. Menda bitta reja bor. To'xtanglar. Qurolim bor-ku meni ham. Shuna qaytib turib o'ldirib yuborsam shu biratni. O'ldirib olaman-ku. Nimasidan qo'rqaman shu biratni? Hayronman. Qurolim qani edi? Kirka bilan topolmanga hozir kerak emas. Qurolda olaylik. Mana shu bilan bitta tam o'ladi-da o'sha. Ketdim. Xo'sh. Menda bitta reja bor, короче. Hozir shuni boraman orqasidan tirs uraman, o'ladi-da o'sha. Tak. Bular juda ham loq ekan. Bularni amallab aldab pullarni oldim. Kimni aldading sen, yaramas? Nimaga kelding yana? Sa o'ldirgani jinnivoy. O'ldirdi. Ko'rdinglarmi? Menni. Men, короче,
gapirisham bevoyda bularga to'g'risini aytsam. Tak, ana endi pullar olamiz-da, endi suraveramiz. Mana sandiqni sindirib olib ketsam bo'ladi-ku. Nima qilaman o'zimni qiynab bittalab olib o'tiribman. Всё, нормально. Inventardan olib qo'yaylik. Hozir merga borib bonus qilib sovg'a qilaman. Qamoqxonaga kimdir qamash kerak. Qanaqadir jinoyatchi bo'lib qolsa endi mana shu yerga qamaymiz. Ho, dahshat ko'ryapsizlarmi? Idealni jinnisi. Вообще jinni bor, takoy jinni, o'shanaqa jinnida. Tak, hozir eshigimiz ham o'zimni uyimga kirib ketyapman qaranglar. Merga topshiraman degandim, yana o'zimni uyimga kirib ketyapman. Voy jinni, rostdan jinniman u. Tak, janob mer, sizga bitta surprizim bor. Qanaqa surpriz? Короче, pullarni qaytarib oldim. Qanaqasiga qaytarib olding? Короче, shunday bordim. Shaxtada turgan ekan, qurolimda bor. Tirs ot tashladi mana qurolim bilan. Qurolni yoshirmay ko'rsatma, qo'rqaman. Ha, bo'ldi, короче. Keyin o'ldirib tashladim-da, pullarni hammasini qaytarib oldim. Zo'r qilibsan, davay pullarni kiritib joyiga qo'y, xonamni ichiga. Ha, bo'pti hozir brat. Tak, yaxshi bo'ldi. Muhimi biza, короче, epladik, ya'ni pulni qaytarib oldik. Lekin merni o'ldirib yuborganiga yomon bo'lardi. Qishlog'imiz mer qolib ketardi. Janob mer, sizni o'ldirib yuborganini bilasizmi? Men mer bo'lardim. Shu gaping uchun senga jarima. Keyingi safar 4 ta hosilni hammasini yashirib berasan. Unaqa qilmang-da, endi insof bilan. Insof degan narsa yo'q. Senda insof bo'lmagandan keyin menda insof bo'laman. Mayli, bo'pti. Olib kelaman 4 ta hosilni hammasini. Lekin umuman insofdan emas. 4 ta hosilni birdaniga bersam, onasini yemsa, menda nima qoladi? Nima yeb ichaman, bilmadim. Mayli, nimadir gap bo'lar. Biror gap bo'lar. Tak. Yangi video olishim kerak, lekin erinib ketyapman. Balki olmaymikan. Yo, olmasam bo'lmaydi. Obunachilarim mendan video kutyapti. Tak, qanaqa video olsam ekan, ha? Qishloqqa o'g'ri keldi. Dahshat. Shuni olaman, boshladim video. Yo'q, yoqmadi. Boshqa ideya o'ylab topish kerak. Bilmadim, qanaqadir ideya qilib turib video olishim kerak yangisidan.